Doda to'xtangchi o'zlari. Turing doda. Tura olasizmi? Turing. Yo'q, hozir turolmayman. Ko'zingizni oching, yumib olgansiz ko'zingizni. Quyosh tushyaptimi? Oching. Ko'tarib qo'ydim. Yuring, turing qani? O'zingiz tura olasizmi, yo'qmi? Doda, O'zingiz harakat qiling-chi. tura olasizmi? Ha. Yo'q, bo'lmayapti, kecha ham bor edi. Qani harakat qilingchi, dangasalik qilmang, kelavering. Ozgina o'zingizdan bo'lsin, ha, bo'ldi. Qolganini yordam beravering endi. Aha. Bo'lib turib keyin ko'tarib o'tiramiz. Jo'rtaga qilmayapsizmi, doda? Yoqib qolib mana shunaqa dangasalikdan. Qani turingchi endi. Turavering. Do'ppini kiying. Ana shu do'ppini kiysangiz yurib ketaverasiz. Qani. Yotishda ham masalan mashg'ulotda ham muzlab qolaverasiz. Ha, desa. Bo'ldimi? Qotdingizmi hozir? Ha, aytgan. Bo'ldi, doda. O'tiring endi, doda. Qachon o'tirasiz? Sekin, ha? Sizlar bilan deymigan. Ana, bo'ldi. O'tirmasangiz mana ushlab kelayotgan holatidan o'zingiz yurib berasiz chopqillab, doda. Hozir Yo'q, haliginda ketayotganingizda. Ana shu yurib berganingizda keyin olaman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Isoqjon dodamizni mana bugun uylariga javob beryapmiz. 10 kun davomida bizni klinikamizda kompleks muolajalarni qabul qildilar. Kompleks muolajalarimiz ichida transkranial magnit stimulyatsiya, ya'ni TMS apparati bilan Parkinson kasalligiga qarshi davolash programmamizni qo'llab, dodamizda ajoyib natijalarni ko'rdik. Klinikamizda Parkinson kasalligiga qarshi davo choralari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan, ancha yillik tajribamiz bor. Ushbu apparatni qo'llash orqali, bemorni dorilarni korreksiya qilish orqali, bemorni yoshiga, vazniga mos ravishda kasallikni darajasini og'ir yengilligiga qarab maxsus programmasiz tuzganligimiz uchun bemorlarda ijobiy natijalar kuzatilyapti. Mana Isoqjon dodamiz Farg'onadan kelganlar, 71 yoshdalar. Kelganlarida o'rinlaridan tura olmayotgan edilar. Mustaqil o'tirish yo'q, turish yo'q, yurish juda ham qiyin holatda edi. Hozirda mana bemalol o'zlari yurib, o'tirib, o'z ehtiyojlarini o'zlari mustaqil qondirib kelmoqdalar. Doda, sizda qanaqa o'zgarishlar bor edi? Hozir 10 kun ichida qanaqa o'zgarishlar sezdingiz? Shular haqida tomoshabinlarga aytib bersangiz. men haqiqatda ham kelganimda juda ahvolim og'ir edi. Men kelgan vaqtimda o'g'lim kelib turg'izib qo'yib, eshikni ochib qo'yib, shunaqa og'ir ahvolda kelgandim. Men bergan muolajalarga qarab shu kasallik biz tuzaydi, xudo xohlasa. Doktorlarimizga katta rahmat. Bo'lganda anchagina hali azob chekkan bo'lamidim, xudo bilan. Klinika haqiqatda yaxshi ekan. Doktorlarning muomalasi ham zo'r. Bir kunda sizga 5 mahal, 6 mahal ovqati bilan, choyi bilan sanatoriyada yurgandek yurasiz. Ularga haqiqatda rahmat. Bunaqa davo topaman deb o'ylamadim. Ularni qilgan muolajalar menga juda yoqdi. Men mingdan roziman. Bu doktorlarimizning umri uzoq bo'lsin. Oila a'zolari bilan sog' salomat bo'lsin. To'ylarda uchrashaylik, ular kasal holatda uchrashmaydi. Rahmat doda. Endi bir turib o'zingiz yurib ko'rsatib beringchi. Turing bemalol. Aha. Yaxshi. Mana men tomonga qarab yuravering. Bunaqa ham. Buncha kechadan ham yaxshi. Kechagidan yaxshimi? Ha. Ko'rdingizmi kechagidan yaxshi? Kecha bor edi, ha? Kelavering. Yurishingiz ancha shaxtamligi yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi, sekin qo'shilaveradi. Mayt keyin mustaqil o'tiring, hali o'tira olmagan holatingiz bilan solishtiramizda. O'tiring chiqani. Qotib qolyotdingiz doda kelganingizda. Ha, o'shancha. Turing endi. Voy, yaxshi. Aktiv mana tomoshabinlar, xudo xolasa, dodamizda ancha kasallik belgilari chekinib nima qildi. Endi xudo xolasa 6 oydan keyin ko'rishamiz doda bilan. Ajoyib natijalar bilan yana kontrolda bo'lib turadilar. Qani doda, endi turing endi o'zingiz o'rningizdan mustaqil. Bittada turaverdilar. Zo'rmi doda? Bizdan rozi bo'ling doda. O'zingiz ehtiyot qiling. Juda ham xursandmiz. Bo'ladi. Yaxshi. Sog' bo'ling aziz tomoshabinlar. Mana
Ajoyib natijalar bilan dodamizni uyiga kuzatyapmiz. Yoshlardan ancha yosh ko'rinadilar. Hech kim 71 yosh demaydilar dodamni. Xudo xolasa doim sog' bo'ling doda. Rahmat. Ishonchingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' Sizlarga bo'ling. xizmatlaringizga rozi bo'lasizlar. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi. Xo'p, mayli.